Апам исемim Güzel. Güzel'im benim pseudonimimden. Pseudonimni özüm uylap taptım. Ne için Güzel'im? Güzel desen familiyam Şıkapova. Şıkapova. Ayı. Güzel Şıkapova desen güzeller bek ko'p hazır iskadida. Güzel Urazov, Güzel Ahmadova, Güzel Ahmadiyeva, alar bek ko'p. Güzelgina desen тоже не түгел, кызык түгел. Güzelim degan shunday nimadir qiziq degan. Kim ekan u Güzelim degan so'rov kelib chiqadi. Shunga ko'ra men o'zimni shunaqa deb atarg'am. Tatar astralsında men ko'pdan tugilgina birinchi adımda nereden başlangan edi? Birinchi adımlar shu o'z jirimni yozdirib, ani Bolgar radiosuna berib, jay bo'yani aylantirib, ham sentyabr boshidan shu tatar diskotekalarida, tatar kishilarida shigish yozay boshladim. Hozirgi vaqtda da Qozonga kelib yuring, yesh shigishlarim bilan. Endi kelajakda zo'r sahnaga chiqarga tilagim bek zo'r. Mana ona taban indi adımlar işlesin sonra indi diskotekalardan nişaralarda katnaşasın hazır bugün. Yaşlar bile turgan. Men yeshqina Tatarstar degan bizning bir yana tatar kishilarida chiqishasi. Anasi turli endi. Shaharlarga da chiqamiz, chet shaharlarga. Mana ikkinchi o'rta Samarga, shu tatar diskotekalar bilan. Aningshi Ijov shaharida bo'ldim. Astraxanga borib qaytdim. Ko'ngillarda anda da tatarlar yashaydi. Tatarcha beksilashli masalalarda alar tatar jillarni bek yoritib tinglaylar. Rag'batlanib beylar, ko'ngil oshalar, tatarcha anglaylar deb aytasım keladi. Sen o'zing bilan tatarcha oilada o'sdingmisan? Sizda gil tatarcha nasıl yaşama albatta men hali siz yashaysiz. Tatar oilasida o'sdim. Aniyim tatar tili o'qituvchisi ham u endi uyga kelib kirganda bizning shunday qoida sof tatarcha bilan so'zlashga edi. Uyda. Ayy. Shunday qoida. O'zi aytib qo'ydimi shulay deb. Qizlarim ularni aytgancha bilan anlatdı endi shulay. Anlatdı shulay. Ham siz uyga gil tatarcha, sof tatarcha yashaysiz. Uyda tatarcha so'zlashasiz. Так, мам, папа, давай, до свидания. Balaki shopdan chiqtir men aniga mama deb indashgan edim. Shunda meni ani urishdi, shu so'zlashdi. Endi mama bo'lmaysan, ani deb aytdi. Mana shu momentdan birdek bo'lmayman. Ani bilan ati bilan ham singlim bilan gul tatarcha, tug'anlarim bilan gul tatarcha yashaymiz. Sen kim qizisan? Ati yaningni ismini ayta olasan? Atim Ilfak, bu neftchi, Almat shahrida ishlaydi. Aniyim tatar tili o'qituvchisi Farida ismli, торговый texnikumda преподаватель bo'lib ishlaydi. Opayim endi bu endi bizning singlim. Ayy, singlim Milosha ismli. Tag'a 14 yosh. Hozirgi vaqtda Almat shahrida 10-maktabda o'qiydi. Sen o'zing qayerda yashaysiz? Mana Qozonda uchrashdik, Almatda yashamaysan bu g'ay. Yo'q, Qozonda yashayman, Almat shahrida hozirgi vaqtda yashayman. Qozon shahrida men bek yesh har odna sayin meni bunda har odna sayin ko'rib bo'ladi. Chunki meropриятиялар bek ko'p, shiqishlar ko'p.